217 million so'm pullarni bugungi kunda firibgarlarning tuzog'iga tushish va bor budingizdan ayrilish uchun birgina xato yoki e'tiborsizlik kifoya. Termiz shahrida yashovchi fuqaro ana shunday kiber firibgarlarning navbatdagi qurboniga aylandi. Noma'lum shaxslar internet tarmog'i orqali uning ishonchiga kirib, fuqaroning bank plastik kartalaridan naqd 217 million so'm pullarni talon-taroj qilishdi. Ammo jinoyat jazosiz qolmaydi. Respublikamiz miqyosida o'tkazilayotgan Xavfsiz va sog'lom yurt maxsus profilaktik tadbiri doirasida Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, kiber jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi tezkor xodimlari kiber firibgarlarning iziga tushdi. Olib borilgan tezkor surishtiruv natijasida pullarni Toshkent viloyatida yashaydigan fuqaro firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirganligi aniqlandi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Termiz shahar Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan gumonlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Eslatib o'tamiz, ushbu og'ir jinoyat uchun qonunchilikda katta miqdorda jarima yoki 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergov harakatlari davom etmoqda. Kiber gigiyena qoidalariga rioya qiling.